Assalomu alaykum muslimalarim. Sizlar bilan bugun shunaqangi zo'r mazali qarsaldo baqlajon tayyorlaymiz. Hamma sirlari bilan uy sharoitida hech qanaqa spetsialniy unlarsiz uy sharoitida tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib quruma idishimizga quruq massalarimizni solamiz. Kraxmal, un, tuz, razrıxlitel hamma quruq mahsulotlarimizni yaxshilab aralashtiramiz va ketidan bir piyola muzdek suv solamiz. Ahamiyat bering, muzdek bo'lishi kerak suvimiz. Suv solib yaxshilab vinchikda aralashtiramiz bir xil massa bo'lguncha. Quyuq suyuqligi xuddi shunaqa bo'ladi, suyuqroq bo'lib ketmasin. Ana endi baqlajonlarimizni yuvib, po'stlarini shunaqa artib olamiz va kubik shaklida to'g'rab olamiz. Juda ham katta bo'lib ketmasin. Videoda ham ko'rishingiz mumkin, qanaqa katta kichiklikda bo'lishi kerakligini. Endi massamizga solib aralashtirib, bu yoqda qizib turgan tovamizga solib qovurib olamiz. Yog'imiz ko'proq bo'lishi kerak, ahamiyat beringlar, kam bo'lib qolmasin. Shunaqa tilla rang bo'lguncha o'rtalovdan sal pastroq qilib qovurib olamiz. Mana pishib chiqdi. Endi o'zingizlarning xohishingizga ko'ra cheri pomidor yoki bo'lmasa oddiy pomidordan ham foydalansanglar bo'ladi. Pomidor kashnich baylaridan solamiz. Cho'plari kerak emas bizga, faqat bayini o'zi kerak. Endi o'zini spetsialni sousidan solamiz. Aroita sousidan, hamma bilsa kerak buni. Solib, yaxshilab bir xil massa bo'lguncha hammasini aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashgandan keyin chiroyli qilib dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Voila, tayyor. Shunaqangi zo'r, shunaqangi mazali chiqadi. Uy sharoitida hech qanaqa o'zini spetsialniy unlarsiz shunaqangi zo'r chiqadi. Qizlarjonim, bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. Ovozidan ham bilsanglar bo'ladi. Yoqimli